Amaliyotda sozmiyan qilish odatda suiqash qilgandimi oson desam ishlamsizlar do'stlar. Bekchak umoq pintozlarimning talablari bo'yicha bugun men oilada oddiy usulda sozmiyan qilish usulini olib keldim. Sozmiyanni mendek mushkul usul cho'qim etib bir yanlar, tam tilinglarda qolmasin men qiynamsamamiz birlikda tugunaylik. Ketalik ko'ktatlarni ekranga tafsili yozib qo'ydim va hammasini ushaq ding holatda to'g'rab tayyorlab olamiz. Orqadan qozonga muvofiq may qo'yib, may qizigandan keyin go'shtni silib, go'sht qizirib, rangi o'zgargach yaxshi aralashtirib qo'rib olamiz. Undan keyin samsaq so'ng piyozlarni qozonga birla vaqt silib, kavov uchun aqmushlarni beramiz. Aqmushni ko'parak beramiz. Aqmush tetib kelgan sozmiya ichishlik bo'ldi. Bularni biroq qurqurib, mizlik purqin chiqarib olgandan keyin tastarak pishadigan ko'ktatlardan mo'r, savza, shangularni birla vaqt solamiz. Undan boshqa sho'xilni silib rangining qip-qizil chiroyli chiqish uchun cho'ng ustamning qizilmich qiyamdimi cho'ng bir qo'shiq silib sho'xli ezilgichi 4-5 minut atrofida qo'rib olamiz. Undan keyin qip qolgan barliq ko'ktatlarni birla vaqt silib, bir ishga aralashtirib atgandan keyin ko'p miqdorda qaynoq suv qo'yib olamiz. O'tiralotda taxminan 10 minutdan 15 minut atrofida qaynatib, suyni yaxshi pishirib olgandan keyin oxirida tuz ta'mini tanshab, muvofiq achchiq suv qo'yib o'tamiz. Bugun men ishlatganim cho'ng ustamning 100 yillik retsepti ishlangan sap achchiq suvi. Texmi mizlik bo'lish uchun azroq osh ko'ki berib atgandan keyin bir ishga aralashtirib pishirib olgan cho'pning ustiga sozini asaqlam tayyor bo'ldi. Men rangining chiroyliligiga qarabla o'xshaganligini sizlar his qila oldinglarmi deyman. Do'stlar, ta'mi ajoyib yeyishlik bo'pti. Sizlar o'rganib oldinglarmi?